Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bir haftalik tanaffusdan keyin yana bitta video olishga qaror qildim. Bu videoyimda bir vaqtlar bo'lib o'tgan voqeani gapirib bermoqchiman. Bir kuni bankda navbatda turgan edik. Odamlar juda ham ko'p, tartibsizliklar ancha-muncha o'zimizda bo'lib turadigan holat. Shu vaziyatni ko'rib turgan bir erkak kishi, yoshi katta, mendan ham kattaroq erkak kishi, bizni ayollarni navbatda turish qoidalariga, tartibga rioya qilmagan ayollarga malomat qilyapti. Ularni tartibsizlikda, madaniyatsizlikda ayblab, Rossiya Federatsiyasi yoki bo'lmasam ba'zi bir g'arb davlatlaridagi tartibni aytib, bizni ayollarni kamsityapti. Xullas, menga shunaqangi yoqmadi u odamning reaksiyasi, odamning gaplari. Men shunda oldiga borib, "Aka, siz nima deyapsiz?" dedim. "Siz ko'rganmisiz o'zi biz ayollardan boshqa ayollarni? Ularni xatti-harakatlarini, boshqa qilayotgan ishlarini, odobini, tartibini, ularni xulqini desam, nimaga unaqa deyapsiz?" dedi. Jahl bilan javob qaytardi. Shu asnoda bir narsaga e'tibor berishlarini xohlardim. Biz onalarimiz butun umrini farzandlarini qulog'iga Allohni singdirish uchun ularga Alloh Alloh deb, alla deydi biz tilimizda. Allohni singdirish uchun kechalari bilan to'xtamasdan Alloh deb chiqqan onalarimiz biz yerlarimizga shu Rossiya bosqinchilari kirib kelgan paytlarda bizni ma'rifatimizni, ilm fanlarimizga qilgan zarbalar oqibatida bizdagi ilmsizlik, bugungi kundagi ilmsizlik sabab deb o'ylayman hammasiga. Qanaqa bo'lgan biz onalarimiz? Hiç eshitgan bo'lsanglar, mana bu so'zlarni eshitgan odamlar ham o'sha kamayib boryapti deyarli. Menimcha hozir biz yoshimizdagilar bizdan sal kichkinaroqlar ham bilsa kerak, lekin yoshlar uncha ko'p eshitmagan bu so'zlarni. Qanaqa gaplar desangiz, bir paytlar biz qop-qop kitoblarni olib chiqib tandirlarda yoqqanmiz yoki bo'lmasam qabristonlarga olib chiqib ko'mganmiz. Qop-qop kitoblarni yoqishlik, ko'mishlik, ya'ni shu Rossiyani zulmidan qo'rqqanligi uchun o'qimishli insonlarni qatag'on qilgan davrlarda, ya'ni biz ziyolilarimiz qirg'ini boshlangan davrda o'zlarining ziyoliligini yashirish uchun kitoblardan qutulishgan. Sodda qilib aytganda, ularni berkitishgan. Ko'mgan kimdir tandirlarga olib chiqib yoqqan. Men hali odamdan so'radim shu voqeani aytib turib, "Eshitganmisiz shu so'zlarni?" desam, "Eshitganman." Hamma eshitgan, biz yoshimizdagi, bizdan kattalar hamma eshitgan. Sababi bu unchalik uzoqda vaqtda bo'lgan voqea emas, yaqin tariximizda bo'lgan voqea. Endi hali odamga savol berdim. Qop-qop kitoblarni kim olib chiqib yoqadi? Desam, jim turdi. Qop-qop kitoblarni uyida qop-qop kitobi bor odam olib chiqib yoqadi. Bu nihoyatda oddiy masala. Uyida qop-qop kitobi bor odam qanaqa odam bo'ladi? Mening uyimda hozir hamma kitoblarni to'plab olib kelsa ham bir qop chiqmaydi. Menimcha bu videoni ko'rib turganlarimizning ichida juda ko'pchiligimizning uyimizda bir qop kitob yo'q. Ba'zi birlarning uyida yarim qop ham kitob yo'q. Ba'zi birlarning uyida barmoq bilan sanoqli kitoblar bor, balki yo'qdir. Ko'p deb umid qilamiz. Hali odamga savol berdim. Siz uyingizda kitob yo'q, siz kitob o'qimaysiz. Men kitob o'qimayman. Mening uyimda qop-qop kitob yo'q. Biz ajdodlarimiz qop-qop kitob o'qigan odamlar bo'lgan, yaqin-yaqinlarda ham. Mana bu yaramas bosqinchilarni bizni kelib ma'rifatimizga zarba berib, bizni o'qishdan to'sib, ilmdan to'sib, ilmsizlik oqibatida shu holatga kelib qolganimiz. Ya'ni biz opa-singillarimiz hatto navbatda turish madaniyatiga ham rioya qilmayotgani sababi shu ilmsizligimiz albatta. O'qiy olmaganligimiz. Ular o'zlari xohish bilan o'qimay qo'ymagan. Biz, ya'ni erkaklar ularni himoya qila olmaganligi uchun, ya'ni biz ajdodlarimiz
dushmanga yengilib qolganligi uchun, dushman bizni ilm fandan, ma'rifatdan uzoqlashtirganligi uchun shunaqa holatga keldi. Biz sababchimiz shu ayollarimiz shunaqa bo'lishiga. Ya'ni erkaklarimiz sababchi, biz otalarimiz sababchi bo'lgan. Ularda bunda ayb yo'q. Deb hali odam bilan qisqa muddat tortishdik. Keyin yana bir voqeani aytib berdim. Men avval Rossiya Federatsiyasida ishlardim. Biz bilan birga ishlaydigan bir yigit, rus yigiti. Har oylik olganimizda uyiga ipoteka deyishadi ular. Uyiga pul o'tkazadi. Oyligining juda katta qismini, deyarli hammasini shunga o'tkazadi. Tirikchiligiga olib qolib. Bir qizchasi bor. Juda ham bir ko'rinishidan yaxshi oila. Zo'r oila desa ham bo'ladi. Hammasini ko'rganmiz, oilasini ko'rganmiz, ayolini, o'zini. Shu kunlardan bir kuni biz ishxonamizga kelib instrumentlarni, ya'ni asboblarni qo'yadigan bir xonaga da paket ushlab qo'lida o'tiribdi. Ertalab ishga kelsak. Nima qilib o'tiribsan bu yerda desam, tasavvur qilyapsan, meni xotinim meni uydan haydab yubordi dedi. Qanaqasiga seni uydan haydab yuboradi desam, u shu oylik olgan kunimiz, oxirgi kunimiz, shu ketishidan bir kun oldin bizga aytib ketgan, bugun men oxirgi ipotekani yopdim, ya'ni uyimiz o'zimizniki bo'ldi. Uyda haqqini to'lab oldik. Butun umrini shunga sarflab uyni to'lab oldi. Tasavvur qilyapsizmi? Biz shu jamiyatda o'ziga normalniy degan, ya'ni o'ziga yaxshi bir oilasi uyga borgan, ya'ni uyni pulini to'lab bitgan kuni kiyimlarini yig'ishtirib, men boshqasini sevib qoldim deb uyda boshqa bir erkak bo'lgan. Meni kechir, biz sen bilan yasha olmaymiz degan. Ularda zaksi bo'lmagan ekan. Shunchaki yashashgan, ularda shunaqa ko'pchilik biladi. Grafidanskiy brak deb yashashadi, oila qurmasdan. Xullas, nima demoqchiman? U haliginaqa ularning yomon ayoli emas, o'rtacha ayoli, normalniy degan oilasini ayoli. Shu ishni qilyapti. Endi o'zimiz bir savol berib ko'raylik o'zimizga. Bizi jamiyatimizdagi eng uzr so'rayman bu so'zim uchun, past ayol degan deb hisoblagan ayolimiz ham, biz o'zbeklar ayollari bu ishni qilmaydi. Ya'ni bunchalik pastkashlikka bormaydi. Shuning uchun men juda ham qattiq iltimos qilgan bo'lardim. Biz ayollarimizni boshqalarning ayollari bilan solishtirmaslikka. Biz ayollarimizni tengi yo'q. Albatta dunyoda men butun dunyoda aylanib chiqqanman deya olmayman. Rossiya Federatsiyasining deyarli yarmini aylanib chiqqan bo'lsam, yana Yevropadagi ba'zi bir davlatlarda aylanib yuribmiz. Mana hozir ham ishimiz taqozosi bilan kun juda ham issiq bo'lgani uchun terlayapman. Germaniyadamiz hozir ham. Biz ayollarimizga o'xshagan ayollar yo'q boshqa yerda. Ya'ni bunaqangi iboli, bunaqangi hayoli. Shunchaki bizni erkaklarimiz, ba'zi bir erkaklarimiz bizni ayollarimizni shunaqangi yaxshiliklarini bilmaganligi uchun, ya'ni boshqa ayollarning yomonligini ko'rmaganligi uchun ularni ayblashadi deb o'ylayman. Menimcha ko'pchilik bu fikrimga qo'shilsa kerak. Opa-singillarimiz, qizlarimiz, onajonlarimiz, hammalarga hurmatimiz baland, ta'zim qilamiz. Shuni bilinglarki, ayollarimiz, o'zbekning erkaklari, yigitlari, haqiqiy yigitlari sizlar uchun hech ikkilanmasdan albatta jonini beradi. Xayr, sog' bo'ling.